Barchaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Bugungi video darsimizga xush kelibsizlar. Bugun o'sha juda ham ko'pchilikni qiynab keladigan muammo IP adres bilasizlar. Bilasizlar, har kimda mana shunaqa telefon bor. Bu meni eski telefonim. Redmi Note necha yil bu 12 Pro bu do'stlar. Mana shu telefon olganimga necha yil bo'ldi eslolmayman. Juda eski telefon. Buni IP adresi zararlangan do'stlar. Zararlandi degani, ya'ni o'sha kanalni ochganman bu telefondan. Kanalni o'chib ketgan. O'shani hisobiga bir zararlangan IP adres do'stlar. Sizlar agar bularni bilaman, bunaqa telefon olishga agar imkoniyatingiz yetmasa, men buni bugun olib keldim. Bu telefonni yangi. Sababi IP adres uchun baribir yangi telefon yaxshi. Men o'zimdan tavsiya beraman. Bu agar imkoniyatingiz yetmasa olishga, buni narxi ham salkam 4 million 30 mingga tushadi masalan shu. Bitta ko'rsatib o'rsang, mana bu 8256 tarigi ko'rindimi? Mana shu modelni men 4 million 30 ming so'mga oldim do'stlar. Buning ichida nimalar bor edi? Chexol qo'shib berdi, bitta stiklo qo'shib berishdi. Himoya oynasi. Xo'p, sizlar agar imkoniyatingiz yetmasa, men sizlarga bugun mana shu telefonni, eski telefonimizni qanday qilib IP'ni yangilashni ko'rsatib o'taman. Yaqinroq o'tirib olaylik ekran qarshisiga. Tayyor bo'lsanglar biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana tayyor bo'lsanglar videoni boshlab oldik. Yaqinroq keling. Endi ko'rsataman do'stlar. Mana hozir bizada ushbu telefonim. Tak. Hozir bir daqiqa ko'rasizlar, o'zi qotib ishlayapti. Sababi bu telefon o'zi yetib kelgan. No endi imkoniyatingiz yetmasa, Redmi'lar uchun asosan u Samsung'larda ham xuddi shunaqa chiqadi. Hozir uni ham o'rgatib o'taman sizlarga. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Redmi Note 12 Pro telefonimizning modeli. Xo'p, bu telefonni qanday qilamiz do'stlar? Bu uchun biz YouTube'ga kirib olasizlar. Mana ekranga qaratsangiz. Xo'p, bu yo'q bizga yozamiz bu yerga biz. Misol uchun deylik, sizlarda Samsung deylik mana. Samsung Galaxy. Misol uchun telefoningiz agar A55 bo'lsa, A55 hard reset mana chiqyapti ko'rayotgan bo'lsangiz, yaqinroq olib ko'rsat. Hard reset chiqadi do'stlar. Shuna bossanglar do'stlar, ustiga mana videolar chiqib keladi bu yerda o'zi mana. Misol uchun mana shu bitta video ko'rishingiz mumkin. Polni hard reset qilishni o'rgatadi do'stlar. Ya'ni hard reset qilganda nima bo'ladi? Asosan hard reset bo'lgandan keyin telefon polni zavodskoy bo'ladi. Ya'ni IP adres hamma narsasi qaytadan yangilanadi do'stlar. O'shani hisobiga qurilmalaringning IP adresi yangilanib oladi bir martaga. Shuning uchun sizlarga tavsiyam mana shunaqa tarzda videolarni ko'rib olib, o'zingizlarning telefoninglar bo'yicha shu ketma-ketlikni bajarsanglar bo'ldi mana. Bu yerda hamma narsani ko'rsatadi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana misol hard reset qilyapti buni mana. Past bosadigan knopka. Web data factory reset qiladi bularda. Men endi bu yerga o'zimning telefonimnikini yozaman, misol Redmi Note 12 Pro hard reset deyman do'stlar. Mana telefonim chiqadi mana misol. Mana telefonimniki bu. Ko'rasizlar, istalgan telefonning modeli bor. Mana men telefonim ko'rasizlar mana. Mana shu telefon hozirgi mana. Mana. Hozir chexolni yechib ko'rsataman sizlarga. Bu ishonmasligingiz mumkin. Bu boshqa model-ku deydigan negativ bilan to'g'ri mana. Ko'rasizlarmi yo'qmi? Hozirgacha orqalari asov bo'lgan, e'tibor qilmaysizlar. Mana shu telefonchi. Mana ko'rsatyapti, qaranglar. Hozir sizlarga buni ketma-ketligini ko'rsatib beraman mana. Mana shu joy chiqish uchun nima qilamiz do'stlar? Birinchi navbatda mana qaranglar. Endi bu eski telefonlarda mana bundoq bosib tursanglar, bu yoq chiqadi bilasizlar, telefonni o'chirish chiqadi. Ba'zi bir hozirgi yangi telefonlarda, ya'ni Redmi mana bu modellarda, aynan mana bu Redmi'ning 15 modellarida unaqa bo'lmaydi. Bularda do'stlar mana shu narsa chiqish uchun, ya'ni mana ikkita knopka birdan bosasizlar mana. Misol uchun mana birdan bossanglar mana. Bunda chiqmaydi, unda xuddi shunaqa bo'ladi. Mana bunaqa narsa chiqadi do'stlar. Shundan surib o'chirasizlar telefonni, bo'ldi. Hozir mana telefon o'chdi do'stlar. G'izizitadi, bitta bo'ldi. Do'stlar mana qaranglar. O'chirgich, ovoz blokirovka qilgich va ovoz ko'targichni baravariga bosib turamiz. Ovoz ko'targich mana. Qo'yib orasida logotip chiqqandan keyin ovoz ko'targichni qo'ya olmaysizlar. Mana g'izitadi o'zi. Mana do'stlar, bizda ham shu main menu chiqdi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz hozir ekranga qaranglar. Mana web data degani bor. Data bu ma'lumotlar bo'ladi, общий umumiy data mana. Pastdagi knopka OK bo'ladi. Mana web data alga bosdi.
yana OK qildi, so'rayapti. Ishonching komil deb confirm bosdi mana. Zavodskiy bo'lyapti mana. O'zi qilib bo'ldi. Back menuga bosadi, yana bitta bosadi, reboot system qiladi, bo'ldi do'stlar. Ya'ni telefon to'liq o'zini holatiga qaytadi, ya'ni IP adres bo'yicha o'sha hamma ma'lumotlari yangilanib ketadi. Sinab ko'ringlar, men o'zim kanal yuritib ko'rdim, aynan xuddi shunaqa tartibda. Mana bu wait 5 minutes, ya'ni 5 daqiqa kutasizlar deb mana. Kutib turasizlar, mana zavodskiy. Telefonni qanday ochsanglar, xuddi mana shunaqa holatda bo'ladi, ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Hamma yog'i tayyor o'zini ko'rayotgan bo'lsanglar. Bo'ldi mana. Telefon yana zavodskiy holatga keldi. Endi men hozir bu yerda naqmayman, reboot qilmayman, sababi buni ichida ma'lumotlarim bor, hali olganim yo'q. Sizlarga video uchun ko'rsataman mana. Pastga web dataga tushasizlar, mana bu pastdagi knopkani bossanglar, OK bo'ladi. Bu sensor ishlayapti. Mana back menuga bosasizlar bitta reboot chiqadi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Bo'ldi, reboot mana pastga tushasizlarda, web dataga bosib turib bu yerda all web data qilasizlar, bo'ldi. Men hozir qilmayman, sababi men hozir qilsam bu confirmni pastga tushib, OK deb bossam o'chib ketadi telefonning ma'lumotlari. O'sha uchun men reboot qilib qo'yaman, bo'ldi. Shu holatda o'zini holatda tursin do'stlar. Xuddi shunaqa tartibda sizlar ham telefoninglarni update qilsanglar, telefonning IP adresi полностью yangilanadi, yangitdan bo'ladi. Keyin kanal ochib, bemalol yuritsangiz bo'ladi do'stlar. Ushbu videorolik menimcha hammaga foydali, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Albatta ushbu darslik, ushbu rolik orqali xohlagan modelinglarni YouTube'ga yozib, mana shunaqa hard reset qilib olsanglar bo'ldi do'stlar. Bu полностью o'chib ketadi. Lekin ma'lumot o'rnida eslatib o'ting. Buni hard reset qilishdan oldin telefonning ichida hech qanaqa Gmail qolib ketmasin. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tyapman do'stlar. Diqqat bilan eshitinglar. Sabab agar buni ichida akkaunt qolib ketadigan bo'lsa, mabodo akkaunt qolib ketadigan bo'lsa, telefoningizlar Google akkauntga tushib qoladi. Hamma akkauntlardan chiqib ketinglar. Bu uchun nima qilamiz? Mana bu uchun biz настройка kiramiz. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda Google degan joyi bor do'stlar. Google ga kirib turib, bu yerdagi hamma o'z-o'zining akkauntlarini chiqib keladi, uchun ko'rsatmay turib, bo'ldi. Shu yerda akkauntinglar chiqadi do'stlar, akkauntlarni hammasini chiqarib tashlashingiz kerak bo'ladi, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas do'stlar. Mana shu narsaga e'tiborli bo'lsanglar, xudo xolasa hammasi cho'tki bo'ladi do'stlar. Mana shunaqa tartibda bo'ldi. Endi bu yog'i sekin menga qarasanglar bo'laveradi. Xullas shunaqa tartibda o'zingizlarni telefoninglarni IP adresini yangilab olsanglar bo'ladi do'stlar. Bu narsani sinab ko'rdim men va kanal ochib yuritib ham ko'rdim. Prosmotrlar noreal, juda ham zo'r yuryapti. Tavsiya beraman, hammalaring sinab ko'ringlar. Albatta o'xshaydi degan umiddaman. Faqat eslatib o'taman, yana bir bor, telefonda hech qanaqa akkaunt qolib ketmasin. Agar qanaqadir Gmail yoki Google qolib ketsa, hard reset berib olsanglar, akkauntingizlar Google akkauntga tushib qolasizlar. O'sha uchun hamma akkauntlarni chiqarib tashlanglar oldin, udalить qilib tashlanglar telefondan. Buni ham sizlar mana YouTube'ga yozsanglar, как удалить Gmail account yoki Google account na telefon, Samsung desanglar yoki Redmi desanglar, do'stlar chiqarib olish, ya'ni udalить qilib olish tushuntiradi sizlarga. Akkaunt qolmasin, hamma akkauntlarni o'chirib tashlanglar. Undan keyin telefonga bemalol hard reset bersanglar do'stlar, IP adreslaring bittada yangilanadi. Ma'lumotlar ham o'chib ketadi, eslatib o'ting. Ichida rasm bormi, video bormi, nima qo'llanmalaring bo'lsa, foydali o'zingizlarning kerakli narsalaring bo'lsa, olib qolinglar. Kompyuterga tashlab yoki qayergadir ma'lumotlarni bo'shatib olinglar. Bo'lmasa hamma narsalaring o'chib ketadi. Ichidagi birorta narsa qolmaydi. Как zavod holatiga keladi. Sizlarga yana bir marta tushuntiradigan bo'lsam, zavod holatiga keladi, hech narsa qolmaydi. O'sha uchun kerakli ma'lumotlar bo'lsa, olib qolinglar. Google akkauntlar bo'lsa, chiqarib tashlab keyin qilinglar. Bo'lmasa telefoningizlar blokirovkaga tushib qoladi, ya'ni Google akkauntga tushib qoladi. Keyin telefon o'zi musor degan, uni ochtirishga ham pul to'lab yurmaysizlar. O'sha uchun men ma'lumotni eslatib o'tdim. Xullas shuning bilan bugungi darsligimiz shulardan iborat edi. Albatta video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada o'z izohingizni yozishni unutmanglar. Hammanglarga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon bo'ldi. Keyingi video darsligida ko'rishguncha salomat bo'linglar.